Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Gilomlarni obzor qilishimizdan oldin menga obuna bo'lib qo'yinglar. Bugungi ko'rsatadigan gilomimiz Samarqand Sakzobodida ishlab chiqarilgan. Nomi Victoria bo'ladi. O'lchami 3,5 ga 7. Bu gilomimiz hozir 25% chegirmada. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana Samarqand etiketkalarni atiga 1,990,000 so'm. Razmerimiz 3,5 ga 7, 24,5 kvadratli gilam. Qalinligi o'rta qalinlik bo'ladi. Olgan odam bemalol 5 yildan 10 yilgacha maza qilib ishlatadi. Bundan tashqari bizda chegirmada mana bunaqa metrajlarimizdan ham bor. Bular ham naqd 30% chegirmada. Kvadrat oldin 200 ming so'mgacha sotilgan. Hozir kelsalaring 15-yanvargacha atigi 3 kun qoldi. 30% chegirmada qilib beramiz. Bularni ham Viberlar metrajlardan ko'p. Xollagan o'lchamlaringda bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona shahar. Ikkinchi joyimiz Qumtepa bozorida. Daroshkalarda ham yangiliklar mashlar. Bularni ham endi 80 talikdan boshlab 2,5 gacha bor. Bizda bunaqa 3 ga 7,5, 3 ga 8, 3 ga 7 xollagan o'lchamlardagi gilomlar bor. Bundan tashqari ba'zi ham ko'rishlaringiz mumkin. Ba'zi mana atiga 810 ming so'm 3 ga 6 o'tgan safar qo'ygan gilomimiz. Bunisi ham 3 ga 6 o'tgan safar qo'ygan gilomimiz bu ham. Bizda ko'p gilomlar 10% dan 30% gacha chegirmaga tushdi. 15-gacha ulgusadan kelib olib xarid qilishlaringiz mumkin. Asosan bizda qalin gilom bo'lgani uchun mana hozir olib chiqaman. Yana bitta gilomimiz bor. Buni ham katta chegirmaga qo'yib beraman. Ko'rishlaringiz mumkin. O'lchami 3,5 ga 4. Samarqandli Vezir nomli gilami. Buni kvadrati oldin 230 ming so'mgacha sotilgan. Hozir 170 ming so'm. Hamma tomondan har xil to'g'lanuvchan, vahshiy chiroyli gilomimiz. Bizda Samarqandda Sakzobodda ishlab chiqarilgan Delta paloslarimiz ham bor. Bulardan ham Viber juda ko'p. Bularni ham ko'rishlaringiz mumkin. Buni 3,5 4likda assortiment yaxshi bu gilomlarimizda. Mashlar endi 3,5ligi bo'ladi. 4 xil rasvetkasi bor, eng oxirgi gullari. Daroshkalarimiz ham endi 80likdan tortib 2,5ligacha kelgan yangiliklar. Bu tomonda 4 ga 4 o'lchamdan 4 ga 8 o'lchamgacha gilomlarimiz bor. Endi men sizlarga yana gilomlarni skidkaga tushadigan gilomlardan variant qilib bersam. Bu gilomimiz ham 3,5 ga Samarqand Victoria nomli gilom ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham og'rigina yaxshi gilam. O'lchami 3,5 ga 5. Bozorlarda naqd 2 milliondan 2 million 200 ming so'mgacha sotiladi. 3 kun muddat 1,490,000 so'mdan kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Gilomimiz vahshiy chiroyli. Ko'rishlaringiz mumkin. Qalinligi ham yaxshi kачествоda. Eng ko'p xadavoy sotiladigan o'lchamlari mana shu 3,5 ga 5, 3 ga 5,5. Yana bizga chegirmaga qaysi gilomlarni qo'ysak bo'ladi? Qaysi gilomlarni qo'ysak? 3,5 ga 5,5 gilom qo'yamiz. Victoria Samarqandnikidan.
gilomimizni ham ko'rishlaring mumkin. Samarqand 830 ishlab chiqarilgan. Bu ham o'lchami 3,5 ga 5,5. Qalinligi o'rta qalinlikda bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. O'lchamlarini bu gilomimiz bozorlarda 2,2 mingdan 2,600 minggacha sotiladi. 15-yanvargacha 1,7 ming so'mga qo'yib beramiz bu gilomni. 1,7 ming so'm. Yaxshi arzon. Menga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqa arzon gilomlar qo'yamiz. Samarqandlik yaxshi gilomlarni arzon qilib qo'yib beraman. Bu tomonda eni 4 metrajlarimiz. Kirchimol metraj so'raganlar uchun mana bulardan ham kelgan. Eni 4 metrlik, bu ham 30% chegirmadi. Kesalaring o'rnida ishlaring bitkizib, yonlarini choklab, o'rnida Farg'ona shaharida bo'lsa joylaring dastavkasini ham qilib beramiz. Yana bitta qo'yib yuboraymikin, chegirmaga gilom. Chegirmaga gilom. Mana shu gilomni 3/4 dan boshlab 3,5 ga 8 o'lchamigacha bor. Mana shu gilomni ko'rganlar, high-tech remont qilgan atachentoli uylarga vaqti cho'tki tushadi. Mana o'lchami 3/4, buni 3/4, 3/5, xullas 3,5 ga 8 o'lchamigacha bor. Samarqand 830 ishlab chiqarilgan. Buni kvadrati 250 ming so'mgacha sotilgan. Hozir bizda chegirmada 170 ming so'mdan. Vaqti cho'tki gilom. Mana o'zi materiali ham yumshoq, ushlaganlaringdan, yurganlaringdan, yurganda yana tiniq bo'lib yaxshi ochiladigan gilomimiz mana shu. Bu videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga cho'tki yaxshi gilomlarni obzor qilib beraman.